Assalomu alaykum. Navbatdagi web dasturlash bo'yicha o'qiyotgan o'quvchilarimizda bugun amaliy imtihonlar jarayoni ketmoqda. Nazariy testlardan o'tishdi, ana endi amaliyot jarayoni ketmoqda. JS va CS frameworklari yordamida amaliyot qilishyapti. Xo'sh, hammalarga omad tilab qolamiz. Xayr, mana o'quvchilar uchun tayyorlangan testlar, ya'ni nazariy topshiriqlardan o'quvchilar o'tishdi. Ana endi navbat amaliy topshiriqlar jarayoniga. Qani ko'ramiz, amaliy jarayon qanday ketyapti. Navbatdagi o'quvchimiz Mubinning yoniga keldik. Amaliy topshiriqlar qanday ketyapti jarayon? Yaxshi. Buni atributlariga e'tibor beramiz va buni tipiga e'tibor beramiz. Ya'ni matn bosilganda type button turibdi. Yuborish uchun nima qilardik? Tiplariga e'tibor beramiz. Yaxshi. Yaxshi. Bu modulimiz, ya'ni o'rtadan markazdan chiqish uchun biz qanaqa tayyor qo'shimcha klasslarni bilardik, o'shani ham qo'shib qo'yamiz. Esimizdan. Amaliy jarayonlardan o'tmagan o'quvchilarimiz qayta amaliyotni topshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Kichik dasturchilarimizga, ya'ni yosh dasturchilarimizga omad tilab qolamiz.